Bugun men siz bilan 23 avgustdan boshlab oddiy odamning cho'ntagiga, hujjatlariga, kommunal to'lovlariga, ijtimoiy yordamiga va qarzdorlik masalalariga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan keskin o'zgarishlar haqida gaplashaman. Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirmang, chunki ko'pchilik muammo boshlangandan keyin yuguradi. Lekin oldindan tayyorlangan odam jarima ham yemaydi, nafaqadan ham qolmaydi, ortiqcha to'lov ham qilmaydi. Men buni sizga qo'rqitish uchun emas, tushunarli qilib yo'l ko'rsatish uchun aytyapman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday tushuntirishlar aynan xalq uchun kerak. Oldin ko'p masalalar qog'oz hujjat, mahalla ma'lumotnomasi, qo'lda tekshirish, odamning o'zi borib eshikma-eshik yurishi orqali hal bo'lardi. Masalan, kimdir subsidiya olmoqchi bo'lsa, alohida ma'lumotnoma yig'ardi. Kimdir nafaqa yoki moddiy yordamga ariza bersa, mahallaga borardi. Keyin yana boshqa idoraga yo'naltirilardi. Kommunal qarzdorlik ham ko'pincha odamning o'zi bilmaguncha ko'rinmay yotardi. Jarima yoki ijro qarzi bo'lsa ham, ba'zan odam buni chegaradan o'tayotganda, bank kartasidan pul yechilganda yoki avtomobilini rasmiylashtirmoqchi bo'lganda bilib qolardi. Endi esa asosiy o'zgarish shundaki, ko'p ma'lumotlar elektron bazalar orqali avtomatik solishtiriladi. Ya'ni davlat xizmatlari, kommunal xizmatlar, soliq, jarima, ijro qarzdorligi, ijtimoiy himoya, kadastr, bank ma'lumotlari va boshqa tizimlar bir-biri bilan ko'proq bog'lanadi. Bu nimani anglatadi? Agar sizda qarzdorlik bo'lsa, u yashirinib qolmaydi. Agar siz yordam olishga haqli bo'lsangiz, lekin hujjatingiz noto'g'ri bo'lsa, tizim sizni rad qilishi mumkin. Agar sizning nomingizda uy, mashina, bank aylanmasi yoki rasmiy daromad ko'rinsa, ijtimoiy yordam bo'yicha qaror shunga qarab o'zgaradi. Agar siz bir joyda yashab, boshqa joyda ro'yxatda tursangiz, ba'zi xizmatlarda kechikish chiqishi mumkin. Men bu yerda eng muhim narsani alohida aytaman. 23 avgustdan keyin odamlar uchun eng katta xavf yangi tartibning o'zi emas, balki o'z ma'lumotlarini tekshirmaslikdir. Ko'p odam o'ylaydi, men oddiy odamman, menga tegmaydi. Ammo amalda oddiy odam eng ko'p duch keladigan masala aynan kommunal to'lov, kredit, aliment, jarima, nafaqa, subsidiya va hujjatdagi xatolik bo'ladi. Birinchi yo'nalish kommunal to'lovlar va qarzdorlik. 23 avgustdan keyin ko'p hududlarda hisob-kitoblar qat'iyroq ko'rina boshlaydi. Elektr, gaz, suv chiqindi, issiqlik kabi xizmatlarda eski qarzlar ham ko'rinishi, hisoblargich ko'rsatkichlari bilan to'lovlar avtomatik solishtirilishi mumkin. Bu yerda eng katta muammo shundaki, odam men to'laganman deydi. Lekin tizimda to'lov boshqa hisob raqamiga tushgan yoki eski abonent raqamida qolgan bo'ladi. Oddiy misol, bir oilada oyiga elektr uchun 20 ming so'm, gaz uchun kattasi 1000 so'm, suv uchun qandahi 1000 so'm to'lov chiqadi. Oila 3 oy davomida to'lim kechiktirsa, umumiy qarz 720 ming so'mga yetadi. Ustiga eski 120 ming so'm qarz chiqib qolsa, jami 270 ming so'm bo'ladi. Odam buni kichkina summa deb o'ylaydi, lekin tizimda qarzdor sifatida ko'rinsa, ayrim xizmatlarda cheklov, ogohlantirish yoki majburiy undirish jarayoni boshlanishi mumkin. Eng yomoni, odam yozda kam ishlatdim deb o'ylaydi, lekin hisoblagich noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, unga ortiqcha hisob-kitob chiqishi mumkin. Ikkinchi misol. Xonadon egasi uyni ijaraga bergan. Kommunal to'lovlarni ijarachi to'lashi kerak bo'lgan. Ijarachi 2 oy to'lamaydi, keyin chiqib ketadi. Qarzdorlik esa uy egasining nomida qoladi. 23 avgustdan keyin elektron bazalarda bu qarz ko'rinib tursa, uy egasi boshqa davlat xizmatidan foydalanayotganda muammoga duch kelishi mumkin. Shuning uchun ijaraga berayotganlar albatta shartnoma tuzishi, kommunal to'lovlar kimning zimmasida ekanini yozib qo'yishi kerak. Ikkinchi yo'nalish, ijtimoiy yordam, nafaqa va subsidiya. Bu eng nozik masala. Chunki oilalar ko'pincha bizga yordam kerak deydi. Lekin tizim oilaning daromadi, mulki, ro'yxatdagi a'zolari, bankdagi harakatlari, avtomobil yoki uy-joy ma'lumotlarini ko'rib chiqadi. Oldin bitta ma'lumotnoma bilan ish bitgandek tuyulgan bo'lsa, endi ko'proq mezonlar hisobga olinadi. Masalan, 5 kishilik oila bor. Otaning rasmiy daromadi oyiga 2 million so'm, onaning daromadi yo'q. 3 ta bola maktabda o'qiydi. Bu oila haqiqatdan ham yordamga muhtoj bo'lishi mumkin. Lekin agar otaning nomida ikkinchi uy yoki yaqinda olingan qimmat avtomobil ko'rinsa, tizim oilada mulkiy imkoniyat bor deb baholashi mumkin. Yoki aksincha, oilaning daromadi past, mulki yo'q, farzandlari ko'p. Lekin ro'yxatda allaqachon alohida yashab ketgan, daromadi yuqori bo'lgan farzand ham turibdi. Tizim uni ham oila tarkibiga qo'shib hisoblab yordamni rad etishi mumkin. Shuning uchun ro'yxat masalasi juda muhim. Yana bir misol.
Ayol yolg'iz farzand tarbiyalayapti, aliment olishi kerak, lekin aliment bo'yicha ijro hujjati yuritilmagan. Tizimda u aliment olmayapti deb ko'rinishi mumkin. Lekin ba'zan arizada bu holat to'g'ri aks etmasa, yordamni hisoblashda chalkashlik chiqadi. Bunday vaziyatda ayol aliment bo'yicha hujjatni, sud qarorini yoki ijro byurosidan ma'lumotni tartibga keltirish kerak. 3-yo'nalish jarimalar, soliq va majburiy ijro qarzlari. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam 200 ming so'mlik jarimani unutadi. Keyin u majburiy ijroga o'tadi. Qo'shimcha xarajatlar qo'shiladi. Bank kartasiga cheklov tushadi. Kimdir yo'l harakati jarimasini vaqtida to'lamaydi. Kimdir alimentdan qarzdor. Kimdir kredit bo'yicha sud qaroriga tushgan. Kimdir mol-mulk solig'i yoki yer solig'ini e'tiborsiz qoldirgan. Bularning hammasi elektron tizimda ko'rina boshlaganda odam kutilmagan holatga tushadi. Masalan, sizda 330 ming so'm yo'l jarimasi bor. Siz uni unutdingiz. Vaqt o'tdi, ish majburiy ijroga o'tdi. Endi siz faqat jarimani emas, ijro yig'imi va boshqa xarajatlarni ham to'lashingizga to'g'ri kelishi mumkin. Yoki siz avtomobilingizni sotmoqchisiz, xaridor topildi. Narx 90 million so'mga kelishildi. Rasmiylashtirishga borganda qarzdorlik chiqadi, bitim to'xtaydi, xaridor qaytib ketadi. Bir qarashda kichkina qarz. Lekin natijada katta savdo buziladi. 4-yo'nalish bank kartalari, kreditlar va rasmiy daromad. Ko'pchilik bitta xatoga yo'l qo'yadi. Kartasidan doimiy pul o'tkazmalari o'tadi. Lekin bu pul uning daromadi emas. Masalan, qarindoshlarning puli, to'y uchun yig'ilgan pul yoki do'kon aylanmasi. Tizim esa ayrim holatlarda bank harakatlarini umumiy moliyaviy holatni baholashda ko'rishi mumkin. Bu har doim ham daromad degani emas. Lekin tushuntirish talab qilinadigan vaziyatlar paydo bo'lishi mumkin. Misol, bir ayolning kartasiga oy davomida 12 million so'm tushdi. Aslida bu uning opasining davolanishi uchun qarindoshlar yuborgan pul. Ayol esa ijtimoiy yordamga ariza bergan. Agar bu holat tushuntirilmasa, tizim yoki mas'ul xodim bu oilada pul aylanishi yuqori deb o'ylashi mumkin. Shuning uchun yirik o'tkazmalar bo'lsa, ularning sababini tasdiqlovchi izoh, yozishma, qarz shartnomasi yoki boshqa hujjatni saqlab qo'yish kerak. Birinchi navbatda ko'p bolali oilalar, ijtimoiy yordam olayotganlar, subsidiya kutayotganlar, kam ta'minlangan oilalar, aliment oluvchi yoki to'lovchi shaxslar, kredit qarzi borlar, kommunal qarzi yig'ilgan xonadonlar, ijaraga uy berganlar, nomida eski avtomobil yoki foydalanilmayotgan yer uy turganlar e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki bunday holatlarda bitta noto'g'ri ma'lumot butun qarorni o'zgartirib yuboradi. Kimlar kamroq xavotir qilishi mumkin? Agar sizda barcha to'lovlar vaqtida to'langan bo'lsa, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, yashash manzilingiz, oshash manzilingiz to'g'ri bo'lsa, bank kreditlaringiz kechikmagan bo'lsa, jarima va soliq qarzingiz bo'lmasa, siz uchun yangi tartib ko'proq qulaylik beradi. Chunki ko'p xizmatlar tezlashadi, kamroq qog'oz talab qilinadi. Navbat kamayadi. Lekin baribir tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarga o'taman. Birinchi nozik nuqta, tizimdagi ma'lumot har doim ham hayotdagi haqiqat bilan bir xil bo'lmaydi. Masalan, uy sizning nomingizda, lekin unda akangiz yashaydi. Avtomobil sizning nomingizda, lekin uni ukangiz haydaydi. Bank kartasi sizniki, lekin undan oilaviy biznes uchun foydalaniladi. Rasmiy ro'yxatda siz ota-onangiz bilan birgasiz, lekin aslida boshqa viloyatda yashaysiz. Tizim esa hujjatga qaraydi, og'zaki gapga emas. Ikkinchi nozik nuqta, eski qarzlar. Ba'zi odamlar bu qarz eski, allaqachon o'tib ketgan deb o'ylaydi. Lekin bazada turgan qarz o'z-o'zidan yo'qolib qolmaydi. Agar siz haqiqatan to'lagan bo'lsangiz, kvitansiyani topish kerak. Agar to'lov noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga ariza yozish kerak. Agar qarz sizga tegishli bo'lmasa, buni hujjat bilan isbotlash kerak. Men bilmasdim degan gap ko'pincha yetarli bo'lmaydi. Uchinchi nozik nuqta, imtiyozlar avtomatik beriladi deb o'ylash. Ko'p narsa elektronlashmoqda, lekin bu hamma imtiyoz siz uyda o'tirsangiz ham kelaveradi degani emas. Ba'zi imtiyozlar uchun ariza kerak, ba'zi uchun hujjatni yangilash kerak, ba'zi uchun muddat tugagan bo'lishi mumkin. Masalan, nogironlik bo'yicha hujjatning amal qilish muddati, bolalar nafaqasi bo'yicha oila tarkibi, subsidiya bo'yicha daromad ma'lumotlari yangilanmasa, to'lov to'xtash yoki rad javobi kelishi mumkin. 4-nozik nuqta. Boshqa odam uchun kafillik. Ko'pchilik qarindoshiga kreditda kafil bo'ladi va keyin unutadi. Asosiy qarzdor to'lamasa bank yoki sud kafilga murojaat qilishi mumkin. Siz pulni men olmadim deb o'ylaysiz. Lekin hujjatda imzo qo'ygan bo'lsangiz javobgarlik bor. 23 avgustdan keyin qarzdorlik va
sud ijro jarayonlari ko'proq ko'rinadigan bo'lsa, kafil bo'lgan odam ham muammo sezishi mumkin. 5-nozik nuqta. Ro'yxatdan o'tish va haqiqiy yashash joyi. Ijtimoiy yordam, maktab, bog'cha, poliklinika, mahalla xizmatlari, subsidiya va ayrim davlat xizmatlarida manzil juda muhim. Agar siz Toshkentda yashab, viloyatda ro'yxatda tursangiz yoki aksincha bo'lsa, ayrim jarayonlarda ortiqcha savol tug'iladi. Bu degani hamma zudlik bilan ro'yxatini o'zgartirsin degani emas, lekin ariza topshirishdan oldin qaysi manzil asosida xizmat ko'rsatilishini aniqlab olish kerak. 6-nozik nuqta. Telefon raqami va shaxsiy kabinet. Juda ko'p odam muhim SMS xabarlarini o'tkazib yuboradi. Chunki eski raqam hujjatlarda qolgan, sim karta boshqa odam nomida telefon o'chirilgan yoki xabarlarni o'qimaydi. Natijada ogohlantirish keladi. Lekin odam ko'rmaydi. Keyin muddat o'tadi, qaror chiqadi, jarima yoki rad javobi paydo bo'ladi. Shuning uchun telefon raqamingiz davlat xizmatlari tizimida, bankda, kommunal tashkilotlarda va soliq tizimida to'g'ri ko'rsatilganini tekshiring. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tekshiring. Pasport yoki ID karta amal qilish muddati, propiska yoki doimiy yashash manzili, nikoh yoki ajrim hujjati, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik hujjati, pensiya yoki nafaqa hujjatlari joyida bo'lsin. Agar oilada familiya o'zgargan bo'lsa, eski hujjat bilan yangi hujjat orasida farq qolmaganini tekshiring. Bitta harf xatosi ham tizimda muammo chiqarishi mumkin. Ikkinchi qadam, kommunal to'lovlarni tekshiring. Elektr, gaz, suv, chiqindi bo'yicha shaxsiy hisob raqamlaringizni yozib chiqing. Oxirgi to'lov kvitansiyalarini saqlang. Hisoblagich ko'rsatkichini rasmga olib qo'ying. Ayniqsa eski hisoblagich bo'lsa. Agar qarz ko'rinsa, darhol xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga boring yoki rasmiy ilova orqali murojaat qiling. Arizada mening shaxsiy hisob raqamim bo'yicha qarzdorlik va to'lovlar solishtirib berilsin deb yozing. Agar to'lov qilgan bo'lsangiz, kvitansiya nusxasini ilova qiling. 3-qadam, jarima va ijro qarzlarini tekshiring. Yo'l harakati jarimalari, sud qarorlari, aliment, soliq, kredit bo'yicha ijro ishlari bor yo'qligini tekshiring. Buni Davlat xizmatlari markazi, tegishli rasmiy portallar yoki ijro organlari orqali aniqlash mumkin. Agar qarz bo'lsa, uni bo'lib to'lash imkoniyati bormi? Muddat beriladimi? Noto'g'ri hisoblanganmi? Shularni yozma ravishda so'rang. Og'zaki gapga ishonib qolmang, arzangizga kirim raqami oling. 4-qadam. Ijtimoiy yordam oladiganlar oila tarkibini tartibga keltirsin. Kim ro'yxatda turibdi? Kim aslida yashamaydi? Kimning daromadi bor? Kim ishsiz? Kim talaba? Kim harbiy xizmatda? Kim chet elda? Bularning hammasi ta'sir qilishi mumkin. Mahallaga borganda umumiy gapirmang. Aniq ayting. Oilam tarkibi bo'yicha ma'lumotlarni tekshirib berishingizni so'rayman. Arizam rad bo'lmasligi uchun qaysi hujjatlar kerakligini yozma ro'yxat qilib bering. Agar farzandingiz talaba bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma oling. Agar kimdir ishsiz bo'lsa, bandlik organidan ro'yxatdan o'tish masalasini ko'rib chiqing. 5-qadam, yirik pul o'tkazmalari va qarz munosabatlarini hujjatlashtiring. Agar sizning kartangizga qarindoshlar pul yuborsa, katta summa kirib chiqsa, buni tushuntirishga tayyor bo'ling. Oddiy yozma tilxat ham ba'zan yordam beradi. Kimdan, qancha, nima maqsadda olingani ko'rsatiladi. Agar bu qarz bo'lsa, qarz shartnomasi tuzing. Agar davolanish uchun pul yig'ilgan bo'lsa, tibbiy hujjatlarni saqlang. Agar to'y yoki marosim uchun vaqtinchalik pul aylangan bo'lsa, kamida izohli yozishmalar va tasdiqlarni yo'qotmang. 6-qadam. Mulklaringizni ko'rib chiqing. Nomimda nima bor deb o'zingizdan so'rang. Uy, yer, dala hovli, avtomobil, eski mashina, foydalanmayotgan obyekt hammasini tekshiring. Ba'zan odamning nomida allaqachon sotib yuborilgan, lekin rasmiylashtirilmagan mashina turadi. Soliq ham, jarima ham, javobgarlik ham nom egasiga kelishi mumkin. Agar mashina sotilgan bo'lsa, lekin hujjat o'tmagan bo'lsa, xaridorni topib rasmiylashtiring yoki qonuniy chorani ko'ring. 7-qadam, ariza yozishni o'rganing. Har qanday idoraga borganda og'zaki shikoyat bilan cheklanib qolmang. Arizada ism, familiyangiz, pasport yoki ID ma'lumotingiz, manzilingiz, telefon raqamingiz, masalaning mazmuni va talabingiz aniq yozilsin. Masalan, mening xonadonim bo'yicha kommunal qarzdorlik noto'g'ri hisoblangan deb hisoblayman. 2024 yil may, iyul oylaridagi to'lovlarimni qayta solishtirib, yozma javob berishingizni so'rayman. Yoki ijtimoiy yordam bo'yicha arizam rad etilgan. Rad etish sabablari va qaysi mezonlar asos bo'lganini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Yozma javob bo'lsa, keyingi bosqichda shikoyat qilish oson bo'ladi.
8-qadam muddatlarni o'tkazib yubormang. Har bir jarima, qaror, rad javobi yoki ogohlantirishda muddat bo'ladi. 10 kun, 15 kun, 3 kun bo'lishi mumkin. Odamlar ko'pincha keyin boraman deb yuradi. Muddat o'tgach esa ish qiyinlashadi. SMS keldimi, qog'oz keldimi, shaxsiy kabinetda xabar chiqdimi, darhol rasmga oling, sanasini yozib qo'ying va harakat qiling. 9-qadam. Ishonchsiz vositachilardan ehtiyot bo'ling. Men hammasini hal qilib beraman, qarzni o'chirib beraman, nafaqani chiqarib beraman, jarimani yo'q qilib beraman degan odamlarga pul berishga shoshilmang. Rasmiy to'lov rasmiy kassaga yoki rasmiy ilovaga qilinadi. Ariza rasmiy qabul qilinadi. Qaror yozma beriladi. Kimdir sizdan naqd pul so'rasa, buning qonuniy asosini talab qiling. Eng ko'p firibgarlik aynan odamlar qo'rqib turgan paytda sodir bo'ladi. 10-qadam. Oilada bitta mas'ul odam belgilang. Har xonanda hujjatlarni biladigan, to'lovlarni kuzatadigan, SMS'larni ko'radigan, qarzlarni tekshiradigan bir odam bo'lishi kerak. Aks holda ota ona to'lagan deb o'ylaydi. Ona o'g'lim ko'radi deydi. O'g'il esa umuman bilmaydi. Natijada qarz yig'iladi. Oddiy daftar tuting. Elektr, gaz, suv, internet, kredit, soliq, jarima, ijara hammasi oyma-oy yozilsin. Bu juda sodda ko'rinadi, lekin oilani katta muammodan saqlaydi. 23 avgustdan keyingi o'zgarishlarning asosiy ma'nosi shuki, tartiblar raqamlashadi, ma'lumotlar solishtiriladi. Qarzdorlik va hujjatlardagi xatolar ko'proq ko'rinadi. Kim hujjatni tartibga keltirsa, to'lovlarni tekshirsa, arizani to'g'ri yozsa, u yutadi. Kim menga tegmaydi deb e'tiborsiz qarasa, ertaga kommunal qarz, jarima, subsidiya rad javobi, bank cheklovi yoki boshqa noqulaylikka duch kelishi mumkin. Men sizga tavsiyamni yana bir bor aytaman. Bugun hujjatlaringizni, kommunal hisoblaringizni, jarimalaringizni, soliq va ijro qarzlaringizni, oila tarkibingizni tekshiring. Agar muammo chiqsa, vahimaga tushmang, yozma ariza bilan rasmiy yo'l tuting. Shunda siz o'zingizni ham, oilangizni ham ortiqcha xarajat va asabiylikdan himoya qilasiz. Sizningcha bu o'zgarishlar xalq uchun yengillik bo'ladimi yoki aksicha ko'proq qiyinchilik keltiradimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki men keyingi videolarda ham oddiy odam bilishi shart bo'lgan muhim masalalarni tushunarli qilib tushuntirib boraman.